Hindistonni ziyorat qilayotgan Markaziy Vashingtondagi Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris Apandi Hindistonning Uyg'urlarni qo'llashi amaliyotda Hindistonning davlat xavfsizligi va milliy manfaatiga foydalidir dedi. Abdulhakim Idris Apandining bildirishicha, u Hindiston ziyorati jarayonida Hindistonning millatlar ishlari sobiq ministri va parlament a'zosi Nonung Ering, parlament a'zosi Sujit Kumar qatorliq kishilar bilan ayrim-ayrim uchrashgan. Shundaqla ular bilan Uyg'urlar masalasi bo'yicha suhbat elib borgan. Abdulhakim Idris ularga o'zi yozgan Qizil qiyomat, Xitoyning Türk İslam dunyosini sömürüşü Uyg'ur qirg'inchiligi nomli kitob Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining Uyg'urlar to'g'risida e'lon qilgan doklati va Uyg'ur sud kollegiyasining qarorini taqdim qilgan. Xitoyning sobiq raisi va Kompartiyaning bosh sekretari Hu Jintao partiyaning 20-navbatlik mamlakatlik qurultayining yepilish yig'inida noma'lum sabablar bilan puxroch kiyingan xodimlar tarafidan zaldan chiqarib etildi. Ma'lumki, Xitoyning sobiq raisi Hu Jintao bilan hozirgi rahbar Shi Jinpingning o'rtasida uzun yil to'qinish bo'lib kelgan. Xitoy va chet el taraflarida tarqatilayotgan Xitoy Kompartiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultayida Hu Jintaoning zaldan qovlangan ko'rinishi butun dunyoga tarqaldi. Yaponiya bosh ministri Fumio Kishidaning tunigun Avstraliyaga qilgan rasmiy ziyoratidan keyin ikki davlat o'rtasida bexatarlik, savdo, iqtisod va tashqi ishlar hamkorligi qatorliq nurg'un sohalarda alohida strategik hamkorlik kelishimi imzolandi va birlashma bayonotlar e'lon qilindi. İki davlatning bosh ministrlari Kishida va Albanese bayonotida Hind Tinch okean rayonida kuchli ittifoqdoshlikni ta'kidladi. İki rahbar Rossiyaning Ukrainaning 4 rayonni qo'shib olish qarorini ayblab, o'zlarining Sharqiy Xitoy dengiziga bo'lgan andisini ifodaladi hamda bu rayonni yangidan kuzatadiganligini bayon qildi. Bayonotda yana Tayvan bo'g'izida tinch hal qilish chorasining qo'llanilganligi ta'kidlandi. Vatikan Xitoyga episkop tayinlash to'g'risida talash-tortish bo'layotgan maxfiy kelishimning 2 yil uzartirilganligini dalilladi. Hong Kongning sobiq bosh popi kardinal Joseph Zinnini o'z ichiga olgan tanqidchilar kelishimning uzartilishini Xitoyga taslim bo'lish deb tasvirladi. Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan mustabid Xitoy hukumatining jallodlari va atalmish vakillari 2022 yil 16 oktyabrdan 22 oktyabrgacha bo'lgan aralıqda Beijingda Xitoy Kompartiyasining umumiy qurultayida jam bo'ldi. Qurultayda 3-chi qatim huquq tutishi jazmlashgan Shi Jinping bexatarlik masalasini alohida ta'kidladi. Shuning bilan birga partiyaning eng yuqori boshqarish organi bo'lgan Markaziy komitet va intizom tekshirish komiteti saylanib, partiya nizomnomasiga tuzish kirgizish qarori ma'qullandi. Yangi Markaziy komitet tizimligiga bosh ministr Li Keqiang, xalq qurultayining raisi Li Jianshu, xalq siyosiy maslahat kengashining raisi Wang Yang va birinchi muavin bosh ministr Han Chengning ismi kirgizilmadi.